Nigeriya. Data Protection Regulation 2019-yilda qabul qilingan. Nigeriya hududida hamda Nigeriya fuqarolari va rezidentlari Nigeriya shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlovchi har qanday tashkilot, hatto xorijiy kompaniyalarga ham tatbiq qilinadi. Qonunning maqsadi va asosiy tamoyillari ma'lumotlarni aniq va ochiq rozilik bilan yig'ish, shartnomaviy yoki huquqiy zarurat asosida ishlatish, jamoat manfaatlari yoki favqulodda ehtiyojlar uchun ishlatish, shaxslarning huquqlari qayta ishlashdan voz kechish huquqi, shaxsiy ma'lumotlarga kirish huquqi, ma'lumotlarni bir boshqaruvchidan boshqasiga ko'chirish, data portability, ma'lumotlardan qanday foydalanayotganini bilish huquqi, ma'lumotlarni tuzatish va o'chirish huquqi. Shaxsiy ma'lumot ta'rifi. Aniqlangan yoki aniqlanishi mumkin bo'lgan jismoniy shaxsga oid har qanday axborot aniqlanishi mumkin bo'lsa, ism, identifikatsiya raqami, joylashuv, onlayn identifikator yoki shaxsiy belgilardan foydalaniladi. Shaxsiy ma'lumotlarga kiradiganlar ism, manzil, fotosurat, elektron pochta, bank ma'lumotlari, ijtimoiy tarmoqdagi postlar, tibbiy ma'lumotlar, MAC, IP, email, IMCI, sim karta ma'lumotlari, joylashuv ma'lumotlari va onlayn identifikatorlar. Tashkilotlar majburiyatlari. Data Protection Officer DPO tayinlash. Ma'lumotlarni qonuniy maqsadda ishlatish. Maqsad tugagach ma'lumotni o'chirish, xavfsizligini ta'minlash. Istisnolar. Reglamentda istisnolar nazarda tutilmagan. Nazorat qiluvchi organ National Information Technology Development Agency. Jazolar. 10 mingdan ortiq subyekt bilan ishlovchi boshqaruvchilar yillik daromadining 2% yoki 10 million nayra qaysi katta bo'lsa, shu qo'llaniladi. Ikkinchisi esa 10 mingdan kam subyekt bilan ishlovchi boshqaruvchilar yillik daromadining 1% yoki 2 million nayra qaysi katta bo'lsa, shu qo'llaniladi. Keyingi davlat Janubiy Afrika. Janubiy Afrika qonuni POPI Protection of Personal Information Act 2013-yil qabul qilingan, to'liq kuchga kirgan sanasi 2020-yilda qaysi hudud va kimlarga tatbiq qilinadi? Janubiy Afrika Respublikasi hududi, jismoniy shaxslar va yuridik shaxslar, Janubiy Afrika fuqarolari bilan Janubiy Amerika fuqarolari va rezidentlarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlovchi har qanday tashkilotlarga. Qonunning maqsadi shaxsiy hayotni himoya qilish, ma'lumotlarni qonuniy va xavfsiz qayta ishlash. Maqsad tugagach ma'lumotni o'chirish, axborot regulyatori orqali nazoratni ta'minlash. Shaxslarning huquqlari, ma'lumotdan xabardor bo'lish, ma'lumot ruxsatini olish, ma'lumotni tuzatish, o'chirish yoki yo'q qilish huquqi. Qayta ishlashga e'tiroz bildirish, avtomatlashtirilgan qarorlarga duch kelmaslik, axborot regulyatorlariga shikoyat qilish, sud orqali himoya talab qilish. Shaxsiy ma'lumot ta'rifi. Aniqlangan yoki aniqlanishi mumkin bo'lgan jismoniy yoki yuridik shaxsga oid har qanday axborot shaxsiy ma'lumot hisoblanadi. Maxsus ma'lumotlar, sensitiv ma'lumotlar, irq, jins, oilaviy holat, yosh, sog'liq, nogironlik, ta'lim, moliyaviy, jinoyat tarixi, elektron pochta, telefon, manzil, joylashuv, onlayn identifikatorlar, biometrik ma'lumotlar, shaxsiy fikrlar, qarashlar yoki afzalliklar, maxfiy yozishmalar yoki boshqa shaxslarning fikrlari, tashkilotlar majburiyatlari, ma'lumotni qonuniy maqsadda ishlatish, xavfsizlikni ta'minlash, maqsad tugagach ma'lumotni o'chirish. Istisnolar. Shaxsiy maqsadlar uchun saqlangan ma'lumotlar, de-identifikatsiyalangan ma'lumotlar, milliy xavfsizlik va terrorizm bilan bog'liq ma'lumotlar, jurnalistika, adabiyot yoki san'at maqsadlaridagi ma'lumotlar, nazorat qiluvchi organ Information Regulator. Jazolar: 10 yilgacha qamoq yoki 1 milliondan 10 million randgacha jarima. Keyingi davlat Misr. Misr shaxsiy ma'lumotlarni himoya qonuni. Asosiy jihatlar. Misr qonuni Egypt Data Protection Law qachon qabul qilingan?
2017-yilda muomalaga kiritilgan. Rasmiy qabul qilingan sanasi 2019-yilda qabul qilingan. Shu paytgacha alohida shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish qonuni bo'lmagan. Qaysi hudud va kimlarga tatbiq qilinadi? Misr hududi va Misr fuqarolari hamda rezidentlari. Har qanday tashkilot agar u Misrda shaxsiy ma'lumot ishlasa, ushbu qonunga bo'ysunadi. Qonunning maqsadi va asosiy tamoyillari: ma'lumotlarni aniq va qonuniy maqsadlar uchun yig'ish, ma'lumotlarni xavfsiz va mas'uliyat bilan qayta ishlash, maqsad bajarilgach ma'lumotni o'chirish yoki anonimlashtirish. Fuqarolarning huquqlari esa ma'lumotlar qanday ishlayotganini bilish huquqi, ma'lumot nusxasini olish huquqi, noto'g'ri yoki eskirgan ma'lumotni tuzatish huquqi, ma'lumotdan foydalanish doirasini nazorat qilish huquqi, shikoyat berish huquqi. Personal Data Protection Center'ga maxsus sensitiv ma'lumotlarga esa ruhiy va jismoniy sog'liq ma'lumotlari, genetik va biometrik ma'lumotlar, moliyaviy ma'lumotlar, diniy e'tiqod va siyosiy qarashlar, xavfsizlik holatiga oid ma'lumotlar, bolalarga oid ma'lumotlar, tashkilotlar uchun majburiyatlar, Data Protection Officer, DPO tayinlash majburiy, ma'lumotni faqat qonuniy maqsadda ishlatish, maqsad tugayish ma'lumotni o'chirish, xavfsizlikni ta'minlash. Istisnolar: shaxsiy foydalanish uchun saqlangan ma'lumotlar, sud va rasmiy statistika ma'lumotlari, davlat organlari ma'lumotlari, nazorat qiluvchi organ, Personal Data Protection Center. Jazolar: qamoq jazosi mumkin, foydalanish huquqi buzilganda 2 million Misr funtigacha jarima. Qonun nima deydi degan savolga GDPRga o'xshash DPO talab qilinadi. Sensitive data belgilangan jarima va qamoq bor. Kimlarga tatbiq qilinadi? Misr fuqarolari, rezidentlari, Misr hududidagi har qanday tashkilotlarga. Istisnolar: shaxsiy foydalanish, sud, statistika, davlat